hamma chegirma deb vahima qilayotgan bir paytda Ayub bozorda yangi assortimentlar taxlab bitta obzor. Obzorimizda maktab o'quvchilari uchun 1-sinfdan 9-sinfgacha shunaqa keng assortimentda so'mkalar, ko'ylaklar, shimlar, lyuboy didga mos oyoq kiyimlar. Albatta qabristonskiy ukalarim uchun ham xuddi shunaqa go'zalliklarni yangilarini olib kelib bo'lishgan. Chiroyli bitta obzordan qilib beraman. Ayub bozorda faqat shkolniy forma arzonchi narsalar emas, 400 ming so'mdan 600 ming so'mgacha xuddi shunaqa duboykalarimiz ham bor. Albatta sportdagi aka-ukalarimizni unutganmiz. O'ta go'zal holatda yangi model krossovka, sportivka, so'mkalar boshlanishiga 20-30 xil sportivniy formalarni ham olib kelib qo'yganmiz. To'y marosimi va uchrashuvlar uchun ham xuddi shunaqa go'zal holatda tufli, klassika, polo-klassika, poyabzallar siz o'ylagandan ko'ra assortimenti ancha ko'proq. Yil sotuvchisiga aylandi-yu, egizon mukofot ham berdi-yu. O'zimni klassika formamni ko'ring, xolasangiz bundan, xolasangiz bundan. Qabristonskiydan boshqa narsani kiymayman deganlar uchun ham xuddi shunaqa skromniy luklarni tayyorlab qo'yganmiz. Yo'q, menga o'shin boshqachasi kerak bo'ladigan desangiz, bundan bor. Xohlagan model turingizdan bor. Kelasiz Ayub bozorga, ko'nglingizga yoqqan, qalbingizga yoqqan, xohlagan modellaringizdan bolalar taxlab berishadi. Chiroyli qilib sizga lokatsiyani tushuntirib beraman. Do'konimizda lokatsiyasi Manzil Sharxon, Orientir Shukrona klinika yonida, Andijon Sharxon yo'nalishi. Do'konimiz kechki soat 12 ga ishlaydi. Bemalol ishlaringizni qilib olib, kelaverasizlar. Barchalaringizni do'konimizda kutamiz. Kechki salqin bir salqinlarsin deb chiqaraman-da. U ikkinchi marta shuna bo'lyapti. Hozir video bilan bo'lishaydim qo'ying. Sen menga endi hozir bu necha suv tegsa bu o'ladi-yu bu, to'g'rimi? Sen bunga kirib mana cho'milishyapti. Menga vashcha qiziq bo'lgan. Yerda o'zini ham cho'milib qo'yadi. Bu endi hozir suluchayna maniki suvga tushsa, suv yoqib qo'ysam. yoki suv ichsa nima bo'ladi endi bu? Haydot, bunada o'ylashimcha ichkarisiga turpoq to'kib berish kerak. Ammo unga ham farqi yo'q. Mana shu bitta ketadimi deyman-da. Voy, yeyapti ham sen bunda. Ey, bachchalar, nima qilishyapsan? Ko'r endi, bor, tish betdan. Voy, qoch. Bor, qo'qin. Qoch. Cha. Endi, mana unga vahshiy qizig'i yo'q ekan. 30 dan ham chaqanib qo'yar ekan. Ha. Bolalarga xullas ichkariga, ko'rkalariga turpoq qilib berish kerak ekan. Shoba cho'milib netaman, yana shep-shep o'ynashyapti. Turpoq qilib berish kerak ekan, bir chuqurroq qilib, yaxshi bir 30 dan. Mana bolalar maytda ham cho'milishyapti. Endi ayb o'zimda, to'g'ri, men semonda cho'milishasan deb o'ylamodim-da, og'zi ketadi bu. Og'zlariga semon bo'lib ketgan. Mayli, yaxshilik o'zi. Muchacho. Nima holat endi bu yoqda? Dam olishmi? Bu kishi mana sen o'zing bo'lasan deb mana kabi oshib olib kelay, vakilachka bilan siz yotibdi. Qani? Ha, bosing. Raddomdaman, og'alar, raddomdaman. Soat 5 bo'lyapti. Yaqin o'qilmay qoldim. Xudodan farzand so'radim, qiz farzand. Endi kutyapmiz, Xudoyim bergani avvalo. Qanaqadir yangilik bo'lsa, albatta bo'lishaman, Xudo xolasa. Raddomdaman, og'alar. Dunyoni urg'inga qo'yib qo'ygan akalarning xizmatini obzordamiz. Tezlikni ko'rib jinni bo'lib qolasiz. Sizga bu xizmat juda ham zarur. Bitta obzor qilib beraman. Asfaltchi akalarga quyoshni issig'i, kvadratingiz kichkinaligi, bu o'shim qizig'i yo'q. Kerak bo'ladigan bo'lsa, bir lapatga tashlab ham ketishaveradi. Asosiy kulminatsiya joyi, puli nechi pul? 1 kvadrat asfalt yotqizish xizmati 75 mingdan boshlanadi. Qulaylik tomonlari yana keladi, o'zini taqut-tuqulari bilan, ustalari bilan, shogirdlari bilan asfaltingizni yotqizishdan oldin tramvobkasini olib ketadi. Hamma xizmatlari shu 75 mingning ichida boshlanadi. Bu akalarimiz vodiy bo'ylab xizmat olib borishadi. Asfalt akalarda qulaylik tomoni. Bir kundaylar keldi, tramvobkani qildi, asfaltingizni bosdi ketdi. Siyashkachi ustani top, bayog olib kel, mishalga olib kel, unaqa mashmasha qilib o'tirishmaydi. Bosilayotgan asfalt toza Farg'ona zavodiga shara-bar emas. Akani xizmatini ko'ryapsiz, video olganimizcha uyda yarmini bitirib bo'ldi. Xuddi shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, akamning nomerini qoldirib qo'yaman, bemalol telefon qilib xizmatingizni qildirib olsangiz bo'laveradi. Aka, hech qanaqa mashmasha qilib o'tirmaysiz. Bir piyola choy bilan obedni bersiz, tamom ishingizni hal qilib beradi. Luboy narsasi o'zida bor. Bemalol telefon qilib xizmatingizni qildirib olasiz.